Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadik to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter. Bitta terib olib kelib. Ay qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi lekin. Artistlar ketdimi? Ket aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim. Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Dastavkasiz olib keldi. Siz? Nima? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak esiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtingmi? Tinchlikmi? Qo'shmachi Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pirchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'zashum. Kim diyorlar? Kim edi bu qari tullak? Guadalupe'ni onasimi? Yo, bu xazayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupe'ni onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekan-da, sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling-ye. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldimi, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Ya, kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan, refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Ya, kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo, yaxshilab ana qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin.
Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deflyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Ha, mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Uf, dadajon, ha endi shuni qilmanglar. O'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku. O'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Ha, bering o'zim yuvaman. Mayli, keling, yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Yig'lama. Onangni eslatdim, ha? Onangni eslatdim, ha? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin, ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadniy bo'lib ketibdi. Ha, bering o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozir kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Yana nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidorni to'g'rayman, xo'p. Men nima qilay? Sen buni ustida ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qo'rsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansan, bilmaysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Assalom qarindoshlar. Tabingizlar, biz Toshkent sutida. Mardonbek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingiz jimtek turing, ana qilib turing. Ay, Toshkent sutiga keldik. Shunday chiroyli, ay, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Keyingizlar sizlar maylimi? Hozir rasmlarga tushaman-da, shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi borsizlar-da? Yonida svetofor bor, qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tiribdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdim, mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana, kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'libdi. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi, temirda rasiga tiqib shashlikmi, nima go'sht pishiradi-ku, nima? Men qaydan bilay-u nima bu? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Siz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Jigarlarim oq mening. Karva kerakmi? Qancha? Ha, ko'ngildan chiqarib beraverasiz. 10 ming beraman. 10 ming kami. Ko'nglimdan chiqqani shu-da, ko'nglimdan chiqarib deysan? Ko'ngildan chiqarib sal dadilroq beradi-da odam. Ko'nglimdan shu chiqdi.
Shu chiqdi ko'nglimdan. Ha aka, sen aka pul bermaysizmi? Qancha? Qimmatingiz beravering. Nima? Qimmatingiz shumi? Qimmatim shu-da. Qimmat qilib bering deyapsan. Qimmat qilib 2000 beryapman nima? Qimmatingiz past ekanda. Zo'r ekan, qimmatim past ekan. Voy, bilmay yurgan ekanman, qimmatim past. Mana uka tayyor qilib qo'ydim, ko'rib oling. Qancha bo'ldi? Ha endi uka el qatori beravering. Endi qatori qayerdan bilaman men? Ha, el qancha beryapti sizga? Men qayerdan bilaman? Aniq narx ayting. Voy el qatori beravering. Yo'q, el qator degan pul birligi yo'q-ku, opa. Nima qilyapsizlar? Aka mashinangiz sujasini almashtirib qo'ydik. Mashinangiz cho'tki. Qancha bo'ldi? Ot bilan tuya bo'larmidi? Beraverasiz-da. Iltimos ukajon. Izdivojcha qilma, xo'p? Точно narx ayt. Men otniki bilan tuyanikini qayerdan bilaman? Qayerdan bilaman men? Tavrabdan uyomoqchi edim. Bo'ldi aka. Sizlar ham mana ko'ngildan chiqarib berasizlar demaysiz qilib? Yo'q aka, bizda aniq. Boshlang'ich 25-30% ni to'laysiz, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Undan tashqari hozir bizda hayit munosabati bilan aksiya ketyapti. Agar bizdan xonadon xarid qilsangiz, dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olsangiz bo'ladi. Remontini ham qilib berasizlar o'zingizlar. Ha, tayyor kirib yashaysiz bo'ldi. Zo'r-ku. Sizlar zo'rsizlar, bilasizlarmi? Mana aka. Rahmat. Qancha beray? Faqat iltimos. Ko'ngildan chiqarib bering, qimmatingiz, el qatori bering, otniki bilan tuyanikiday bering demaga. Qancha beray? Точно ayt. Insof bilan bering. Ya men tushunmayman. Bu qanaqa pul bo'ladi u insof bilan berish? Noinsof bilan berganmi kimdir? Rozi bo'lib bering. Ya rozi, men norozi bo'lib beramanmi? To'g'risi pul aytsang men beraman-ku. Uka nima men hisoblayapsizlar? Rahmat bolam, menga moshim berdi. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa moshimlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha o'g'lim moshim podarka qilyapti. Ko'ryaman shuni. Imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'rolmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suf sanga devoraman. Sani bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Endi nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kiraman narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara, palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qildi. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Yo'q kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z-ko'z qilib berasanlarmi? Endi otam xursand bo'lsin. Otangni og'ziga oshpalov. Qayerdan olding uyni? Tavrabni yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursin. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa nima qilishadi? Olsin ular ham. Qaysi puliga oladi o'g'lim? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber. Hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga belik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani familiyani, qani bantik, qani odamlar ko'z-ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Yo'q, odamlar nima deydi? Ha? Odamlar nima deydi? Ha? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Qara, men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svista cholma. Svista cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keldik. Dastoyni narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman.
Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ulan, ana shu ovqatning mayini qoshingga surt zo'r o'sadi. Yo'q. Ha? Sen ham surt. Ya tavba, astagfirullah. Kampir. Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi-ya? Zo'rku. Jamila xola ishtolingizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtolingizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtolingiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz shiroz kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak pirzaboni, qo'shikamalak pirzaboni. Ola o'ynamay ko'rgan. Kechqurun sevib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki bo'lib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, podkastdan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda tashdek qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yer menga sani. Qoshi kamalak Feruzabano, sochi jamalak Feruzabano. Fikariyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, chiqibdi. Kuyovni ismi nima? Quyamasa. Chiroyli ekansiz. Koreyada ishing bizga qo'yamasiz. Chupda. Kutasanaka. Kiringlar, qani ketdik. Yo'llar. Kelini ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Oshiyoy. Qani kuyovlar, qani. Voy. Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? 2,000 dollar. Sanalgana? Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'q. Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artisiga qisiring, otasiga. Yozga qistiring. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan 50 dollar. Kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, enasida eriga pul. Nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Muhabbet. Men senga jonimni bergandim. Berdiz. Muhabbet. Yashang o'g'lim.
Anvarjon, tanishing o'g'lim ismi Muhabbat. Uylantirmoqchimiz o'g'ilchani, faqat 7 oydan keyin. Shunga aytsak bora olasizmi? 7 oy hali ancha bor ekan, lekin zaklab bersangiz boraveramiz. Chokolad? Zakalat. Ha, zakalat. Puling bormi? 30 ming olganman zakalat. Menda 2 ming bor. Anvarjon, mana 32 ming so'mni beryapmiz. Yozib qo'yasiz, parod qilmassiz-a? Ustoz rahmat. Lekin ko'pchilik sizga o'xshatadi meni ovozimni. Lekin seni ovozing it. 7 oydan keyin menikiga to'yga Muhabbat kuychisi Anvar Sanayev keladi. Kelasan. Yosh qari. Voy gadoy boy. Anvar Sanayev rostmi? Rost. Ha qo'ysang-chi, aldaysan. U kim o'san kim? Kelmaydi u. Telefon qilib. Anvar jo'ra qandaysan? Assalomu alaykum, rahmat. Men Muhabbatni otasiman de. Ha, qaysi Muhabbat? Ha, to'yga 32 ming zakat tashab ketdim-ku. Ha. Anvar to'yga tayyorgarlik ketyaptimi ukan? Bo'pti, yaxshi tayyorlanda, bekor yurmasdan parod qilmaydi o'sha kun. Bo'pti, telefonni o'chir, qo'lim zayin tidi. Anvar! Jo'ra yaxshimisan? 32 ming zakat berganlarmiz, tanidingmi? Ha, tanidim. Anvar qara, jaydari tuxumlardan olib keldim. Buni ichib tomog'ing to'g'irla to'ygacha. Bizni to'ygacha yana kasal bo'lma, boshqanikida bo'lsang bu bizni to'yda kasal bo'lma. Ustoz, menda bitta savol bor. Shu qo'lingizni qanday ishlatasiz? Bevafo! Bevafo! Endi o'xshamayapti shu. To'ydan keyin o'xshaydi. Oson-ku mana u, nimasini o'xshata olmaysan shuni. Anvar, sen to'yga tayyorlanmaysanmi? Choyxonada o'tirishingni qara bemalol. Men aytib o'lib, kuchib, pishib yuribman. 5 oy qoldi, ulgurmaysan sen bola. Zakolatni bermaslik kerak edi. Chalg'itmaylar ukalar Anvarni, ye? Bor qo'shig'ing ustida ishla Anvar. Nima qilay dada? Chal. Turg'ular uzunman. Yot Anvar, onasini yemsin, yot. Men sen to'yga tayyorlanyapsanmi desam, uxlashingni qara Anvar. Anvar anu zaklatga bergan 32 mingdan 30 mingini berib tur. Nimaga? Hozir Mobiuzda yangi Mobi Home degan simsiz internet chiqibdi. 1 million 190 ming so'mga mana bunaqangi 5G Wi-Fi router beryapti. 1 yil internet vip любой joyda ishlatsang bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati ham sotuvda ekan hozir. Berib tur 30 mingini 2 mingini olib qol zaklat sifatida. Mana 200 ming, o'zing ham, o'g'ling ham tur yo'qol. Anvar Sanayev. Atmen. Kibrakan.